Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan navosib harflarini o'tamiz. Navosib nima degani? Ya'ni fe'lni nasb qiluvchi harflar. Qaysi fe'lni? Mozinimi? Ha, kelasi zamonning fe'llari, kelasi va hozirgi zamon fe'llari. Mozi emas-ku. O'tgan zaman-ku mozi. Qaysi fe'ldi ekan? Mudori fe'llarni. Ha, muzori. Ha, mana qasdan qo'ysan. Ular to'rtga bo'linadi. An, lan, izan, kay. Xo'p. An ma'nosi moq, ish. U ikkita fe'lni bog'lashda ishlatiladi. Ikkita fe'lni? Mayli, xo'p. Lan hech qachon hargiz kelasi zamonni inkorini bildiradi. Xo'p. Izan javob sifatida ishlatiladi. Xo'p. Kay toki uchun. Xo'p, qarang. Harakatni sababini bildirish uchun ishlatiladi. Demak, fe'li muzoriyimiz. Ha. Shu harflar kelsa, oldida nima bo'lar ekan? Nasb bo'ladi. Nasb bo'lish nima degani endi? A bo'ladi. A bo'ladi. Oxirgi harf. Ha, bo'pti, yaxshi. Bu yerda misollarimiz bor. Aha. Uridu an azhabu. Kim bu yerda xatoni sezdi? Azhaba bo'lish kerak. To'g'ri. Siz o'qib qo'yibsiz. Nodir ismida. Sinamoqchimi? Ma'nosi nima? Lan yakzibu. Yana xuddi shu. Aldamayman. To'g'ri topdim. U aldamaydi. Ha, xatosini aytyapti. Yana afat nasib qilish kerak edi. Aha. Kengizchi. Hop. Unday bo'lsa, Aha. Ha. Bir-biriga qarab o'tirish. Unday bo'lsa muvaffaqiyatga erishasan. Hop, muvaffaqiyatga erishasan. Hop, kengisi. Kengisi kay ata'allam. Nima degani bu? O'qish, toki o'qish uchun. Ha. Subhanalloh. Bo'ldimi shumi? Yana qanaqa ma'lumotlar bor? Savollar bor? Zo'r savollar berib diqqat qilsa bo'ladigan mavzuda. Nodir tushunding? Qarang. Abdurrahmon Mahmudda mana fe'l shuni ko'plikka ham o'tkazib ko'rsak, ko'plikni ham nasb qila oladimi? Misol uchun, zahabani muzorisi huvada yazhabu bo'ladi, to'g'rimi? Humda qanaqa bo'ladi? Jim tur. Siz farq qilmaydi. Ha. Yazhabuni ko'pligi qanday bo'ladi? Yazhabuni. Zahabu. O'tgan zamon emas, hozirgi zamonda kerak bizga. Aytib beringlar bo'ldi, yordam beringlar. Ha. Sen dars o'tasan o'sha ustiga. Aytib bering. Savol. Yazhabuni. Nima? Yazhabuni. Yazhabuna bo'lar ekan. Qo'ying, yozing shuni. Aytmoqchi edimsiz. Ha, ne aytmading? Yazhabuna. Endi shuni yoniga men anni qo'ydim. Siz Jim tur. Jim. Nima qilamiz endi? Nasb turibdi-yu. O'zi nasibda turibdi. Voy! Kalla qo'ydi. Nima qilish kerak? Nima bo'lar ekan taqsir? Nun tushib qolar ekan. Ha, mana bu nunni nima qilish kerak? Tushirib qoldiramiz. uni aniq bo'ladi. Ha, nunni tushirib olamiz ekan. Bu ikkilikda qanaqa bo'ladi yazhabuni? Ikkita odam ketyapti desak, erkakda. Qanday bo'lardi? Yazhabuna. Nima bo'ladi? Sal balandroq ayt. Yazhabani. O'z mikrofoni ham yo'q, yoniga boraman. Yazhabani bo'lar ekan. Nima bo'lar ekan? Yazhabani. Yozing. Endi shuni oldiga, misol uchun lanni qo'ydik. Endi nima bo'ladi? Jim turinglar. Bilmasa, Yazhabana. ana. Nima bo'ladi? Yana Nima bo'lar ekan? yana tushib qoladi.
Ha. xabar qoladi. Xo'p. Endi qoidani to'liq qilib kim aytib beradi. A few moments later. 2000 years later. Yordam beraveramiz. Biz mana tayinlamagandik, to'g'rimi? Bolani bilmaganmiz. Bilmasligini bilmaganmiz. Jamoat zaldan yordam berishni Zaldan so'rayman. yordam so'rayman. Yo'q, shu joyini tushuntirib bering. Hozir problema nimada bo'ldi? Muammoyimiz? Mana, tushundim. Bo'ldi, tushuntirib beringiz. Fe'l Ha. hozirgi zamon ko'plikda bo'lsa, Vo, oldiga navosib harf kelsa, ha, nun tushib qoladi. nun tushib qoladi. Ikkilikda bo'lsa-chi? Ikkilikda bo'lsa ham Ikkilikda bo'lsa ham nun tushib qoladi. To'g'rimi? Yaxshi. Birlikda bo'lsa? nasib qiladi oxirgi harf. Ha. Demak, birlikda nasib bo'ladi. Nasibdan o'rinbosar sifatida hazfun nun, nunni hazf qilinishi bo'ladi. Qachon? Ikkilikda hamda ko'plikda. To'g'rimi? Endi yazhabunani qiz bolasi qanaqa bo'lardi? Yozingchi shuni. Yana bitta tochkasi bor. Yana tushiramiz chizoqqa. Xo'p, endi buni yoniga misol uchun kayni yozyapmiz. Kay dedik. Endi nima qilamiz? Bunda o'zi nasib qildi. Nima qilamiz endi? Savol. Nun tushib qoladi. Nun tushib qoladi. Sizlarga kirishing. Va alaykum assalom. O'tirib. Ha. Nima qilamiz? Tushunib tursin. Shunda o'tirsin. Sizgachi? Tasniya qilib qo'yamiz. Ko'rinmay Cho'zib turadi olsiz-ku, bo'lsa, yani, ularga habari. qo'yardi. Bunisi shundoq qoladi. Tepasida ikkitasi qoladi. Bunisi shundoq qoladi. Nima? Yo'qsa muxtasizga Nima bo'ldi? Shunday qolaqasin. Nima qildik? Muxtasizga bo'ladi deyapsan. Ha? Yo'q. Nima qilamiz? Yo'q, o'zi shundoq qoladi, yo'qsa yer qo'shiladi. Shundoq qoladi. Hozir tushirib olibsiz-ku. Ko'pchilik shuni tanlayapti-da. Maslahat qiluvdik emas. Ha, mashoratda maslahat ish ko'pda aka. Ha, nima bo'ldi? Shundoq qoladi. Shundoq qoladi. Bu nuni nisva, xotinlarning ko'plik nuni shundoqqina qoladi. Xotinlar ko'payib ketsa kuching yetmay qoladi. O'tadi shuni. O'tadi. Bo'ldimi? Endi boshqa savol qolmadimi? Bo'lsa aytinglar. Rahmat sizga. O'chiraylik kamerani. 3mi 5mi bilib olasizlar. Kommentariyada yozib qo'ying.